taqdimni beray hayot shirin muhabbatda mehrimni beray tik yoshig'im ne sevang bor ayda quyoshda dilbig'imga haroratin taqdimni beray tik yoshig'im ne sevang bor ayda quyoshda dilbig'imga haroratin taqdimni beray Aslan salay xonini so'qsa cho'p buram choy ichayli bir chimidim turib yonma-yon olta kunlik to'nolg'u bu hammamiz mehmon odamlarga odamiylik qarzimni beray Gercan qısan meni bulaq deb bilgin qanot qoqsam yana suzib osmon deb bilgin hamlanmagin mushkulimda qaqon deb bilgin otash qo'llab sana toju taxtimni beray g'amlanmagin mushkulimda xaqon deb bilgin otash qo'llab sana toju taxtimni beray Mehru opa yaqin bo'lib qolsin yurakka chin sevgidan to'lsin olam gulga chechakka nima yetsin bu dunyoda bag'ri ekanlikka tan kulayli kerak qilsang baxtimni beray tan kulayli kerak qilsang baxtimni beray Şirin Çiz sahnasiga kelgan qadamlaringizga marhaba aka. Bizningki Abdurim rayonimizdagi har millat xalqi Abdulla Abdurahim apandining naqshlarini intayin yaxshi ko'rib anglaydi. Abdulla Abdurahim apandini o'z qalbidagi eng yuqori o'ringa qo'ygan san'atkorimiz deb tunuydi. Mushu munosabat bilan Şirin Çiz sahnasiga Abdulla Abdurahim apandining kelganligini ko'rib, menimcha nurg'unlagan ko'rarmanlar bu programmani bizning cho'ng cho'lponlarimizni ko'rdi ekan degan tuyg'uga keldi yaxshijon aka. Bizning programmamizni ko'ramiz odatda. Albatta ko'raman. Şirin Çiz programmasi yo'lga qo'yilgandan tortib hozirga kelguncha az bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdi. Buni ko'zimiz ko'rib turibdi. Bizning jamiyatimiz iqtisod jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, har qaysi taraflardan yaxshi natijalarga, ilgirlashga, taraqqiyotga erishayotgan bugungi kunda memnuniyet tuyg'usi bo'lmasa, rozimanlik tuyg'usi bo'lmasa, u baxtsizlik. Mayli bir kishi siz uchun qanchalik ish qilsin, cho'ng ish qilsin, kichik ish qilsin, chin yuragidan chiqarib sizning yaxshiligingiz uchun, sizning kelgusingiz uchun yoki oldingizda maqmoqchi bo'lgan qadamlaringiz uchun az to'la ish qilgan bo'lsa, biz uningga nisbatan minnatdorlik tuyg'usida bo'lishimiz kerak.
Atam aytgan, odamlarga qo'lingdan kelish yaxshilik qilgin. Ammo yaxshilikni bilmagan, bilimsiz kishidan yiroq qoch. U bir ofat deb aytgan. Dadamning so'zini men qalbimda muhr qilib o'ygan. Rost demisizmi? Yaxshilik cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, umuman uning ismi yaxshilik. Shirin tush programmasiga tijoratchi do'stlarimizga, ya'ni singillarimizga va har qaysi sohadagi sizlarga o'xshash jafokashlarga rahmatimizni aytishimiz kerak. Rahmat aka. Yana bir savolim bor aka. Mayli. Ko'nglingiz tuyib bo'ldi yaxsham. Mening doim so'raydigan savolim, sizning shirin tush orzu armonlaringizni bir anglab boqamsak. Endi bizning bu yoshda shirin tush orzu armonlarimiz intayin jiq bo'ladi ekan, bag'an sir ko'payib ketadi ekan. Bu yilqi yaxshi bir orzuyim meningcha yil oxirisigacha yangilik to'lgan, mazmuni sarxil bo'lgan, jonliq bo'lgan bir yaxshi asarni, ya'ni bir naqsh kechiligini vujudga chiqarish. Bu mening shirin orzuyim. Shirin tushlaringizning reallikqa aylanishiga tilakdoshmiz aka. Shirin tushlaringizning o'zingiz o'ylagandanmi shirin holda ro'yobga chiqishiga ishonchimiz komil. Qutlug' tilaymiz aka sizga. Rahmat.